Hech kim yo'q. Ajoyib. Biz hozir direktorning xonasiga kiramiz. Qani u yerda nima bor ekan? Menimcha u yerda nima borligini bilaman va bu o'zim ham o'ylaganimdek Dead Usp kanali. Hatto direktor ham bu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lgan ekan. Mayli, buni o'rniga o'zimiz bu ishni qilib qo'yamiz. Chunki direktor hozir yo'q va obuna bo'la olmaydi. Lekin biz hozirroq obuna bo'lishimiz mumkin va yangi yilgacha Dead Uspga 400 ta obunachi yig'ishga yordam beramiz. Qani, bo'la qolinglar. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvni bosib ham kanalga o'tishingiz mumkin. Bo'ldi, hammaga rahmat. Jennerson agar direktor kelib qolsa, albatta hammasi. Assalomu alaykum janob direktor. Xo'sh, mana keldim aytganlaringizdek. Kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ana derb bu yoqqa kelchi, bir o'zim seni ko'rib qo'yaychi. Menga ikkilar aytishdi nimalar bo'layotganini. Jennerson. Xo'p, mayli, mana meni tekshirishingiz mumkin. Aha, bo'la qol. Keyin esa do'stingni tekshiramiz. Yaxshi, ana endi portfelingni ko'rsatchi. Xo'p, mayli. Mana. Aha. Hech narsa yo'q. Mayli, hozir do'stingni tekshiramiz. Sen istasang kutib tur ko'chada do'stingni. Xo'p, shu yerda kutib o'tiraman. Ana xolos, Jennerson ana endi. U Rob. Meni tekshirishdi. Xo'sh, lekin topisha olmadi. Madam yur chiqanim bu yoqqa. Nimaga topisha olmadi? Sen yashirgan joyga tashlagandim. O'zing aytdingki yashir deb, ana shunda birdaniga portfeldan chiqardim va o'sha yerga otib yubordim. Zo'r o'ylab topibsan. Ana, xayr janob qorovul. Kela qol, ko'chada gaplashib olishimiz kerak. Aha, xayr janob qorovul. Jennerson, lekin yaxshi o'ylab topibsan. Endi qo'lga tushdik deb o'ylagandim. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Axir men qo'lga tushsam sen ham kasbimga qolib ketarding. Shuning uchun ham bu juda ham xavfli bo'ldi, lekin qo'limdan keldi. To'g'ri aytsan, tavakkal qilishga to'g'ri keldi, Aha. Endi nima qilamiz? Aytgancha, bilasanmi direktor nima dedi? Nima dedi? Ertaga juda ham katta tekshiruv chaqirar ekan. Tushunmadim. Nima uchun? Shunchaki hamma yo'g'ini tekshirib chiqar ekan. Bilasan, agar unday bo'lsa, tepadan topib olishlari aniq. To'g'ri aytasan. Jennerson, endi qutuldik deganimda. Bilasanmi, Rijel. Tushunmadim, nega buncha xursand bo'lib ketding? Kech tushganda maktabga kelamiz. Keyinchi Va keyin to'pponchangni olib ketamiz. Lekin yomon o'y emas. Albatta. Men yomon o'y tavsiya qilarmidim. Xo'sh, nima deysan? Albatta. Bo'ldi, faqat meni ko'prik ostida kutib tursang bo'ldi. Jennerson nimaga Rob qo'ng'iroq qilmayapti? Menimcha qo'ng'iroq qilyapti, xo'sh. Rob. Allo, Rob. Nima bo'ldi, keldingmi? Seni kutyapman ko'prik ostida. Ajoyib. Lekin juda ham sovqotdim, tezroq qila qol iltimos. Bo'ldi, hozir chiqaman. Ajoyib, endi Rob keldi. Bu degani esa yo'lga chiqsam ham bo'ladi. Xo'sh, kerakli narsalarni olib olishim kerak. Nima kerak bo'lishi mumkin? Beyzbol tayoqchasi, har ehtimolga qarshi va kepka, chunki hozir havo sovuq va ko'chada havo sovuq, axir kuz. Shuning uchun ham kiyib olganim yaxshi. Va endi nima olsam ekan? Bo'ldi, menimcha boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Balki yana mayli, fantani olaman va yana nima olsam ekan? Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Shunchaki tomon qo'llashga va hayajonni bosishga, chunki axir birinchi marta bunaqa ish qilyapmiz. Mayli, chiroqni o'chirib qo'yaman va ketdim. Yo-mayo. Dada, qo'rqitib yubordingiz. Qutida narsalarni olayotgan edim. Qayoqqa yo'l olding? Do'stlarim bilan aylanib kelishga. Tushunarli. Shunaqangi vaqt-ya? Shunchaki o'tirib biroz gap sotib qaytamiz. Mayli, umid qilamanki, spirtli ichimliklar bo'lmaydi, Yo'q, endi nimalar deyapsiz? Men umuman ichmayman. Mayli, unda bora qol. Rahmat. Bo'ldi, yo'q, uxlamasdan. Bo'pti. Xo'sh, kalit o'zimda. Yaxshi. Endi to'plab qo'yaman, bo'ldi. Rob meni kutib o'tirgan bo'lsa, Jennerson, lekin hali ham yuragim o'ynayapti, mayli. Hozir maktabga kirishga to'g'ri keladi. Maktabni yaxshi hamki tunda chiroqlarni o'chirishmaydi. Biroz bo'lsa ham vahimasizroq bo'ladi. Xo'sh. Kimdir ko'ryapman. Rob bo'lsa kerak, Rob ekan. Rob, qalaysan? Ajoyib. Xo'sh, ko'rishdik ana. Endi kiramizmi? Mana shu ko'prik tagida kutib turganing uchun rahmat. Yur.
Xo'sh, mana maktab kiramizmi? Albatta kiramiz, axir nima uchun bu yerga keldik? Xo'sh. Kirsak ham bo'ladi. Chiroqlar ham men istagandek yoniq. Agar chiroqlar bo'lmaganda qorong'i bo'lardi. Ha, bu gapingga qo'shilaman. Mayli, hozir ko'ramiz ichkarini. Kela qol. Ha, boryapman. Xo'sh, lekin old eshikdan kira olmaymiz. Bilasan, qulflangan bo'ladi. Albatta. Buzib kirsak bo'ladi, lekin signalizatsiya uy qiladi va bizga Aha, shuning uchun ham orqa tomondan aylanib o'tishga harakat qilamiz. okey. Xo'sh. Mana bu to'siqlardan o'tsak bo'ladi panjaradan, lekin tepasida tikanlar bor va shuning uchun ham oshib o'tish qiyin bo'ladi. Bekorga hamma yog'imiz tilinib ketadi. Shuning uchun ham boshqa yo'lni topish kerak. Masalan, o'ylab ko'rishga vaqt ber. Xo'sh, balki yo'q, bu yerdan ham kirib bo'lmaydi. Bilasanmi, balki yerni biroz kavlab o'zimizga yo'l ocharmiz, a? Bilasan, menga farqi yo'q. Bo'pti, unda mana shu yerdan boshlaymiz. Xo'sh, sen esa qarab tur, birov kelib qolmasin, chunki qorovul bo'lishi mumkin. Okey. Shu yerda turib tur. Xo'sh, mana bu yerdan olish kerak tushishga qulayroq bo'lishi uchun. Mana Rob, mana shu yerdan tushib kelasan, xo'pmi? Hop. Hozir bu yerni ham ochay. Lekin men juda ham qo'rqyapman senga aytsam. Sen qo'rqsang, men aytmasam ham bo'ladi. Yo'q, menchalik ham zo'r emasman o'zing bilan taqqoslashing uchun. Men ham shu ahvolman. Mayli, yomon xayollarga berilmaymiz, o'zimizni yerga urmaymiz va maktabga hozir kiramiz. Kela qol. Kelyapman. Xo'sh. Bilasanmi, Rob? Mana shu yerdan kirsak bo'ladi. Oynadan Chunki eshik menimcha yopiq bo'ladi. Shuning uchun ham oynani sindirishimiz kerak bo'ladi. Hozir ham tekshirib ko'raychi. Yopiq. Afsus. Oynani sindirishga to'g'ri keladi. Chunki men uyda ham o'ylab qo'ygandim, agar eshiklar yopiq bo'lsa oynadan kiramiz deb. Direktor xonasi. Hozir sindiraman. Yo'q, men o'zing bilan tayoqni olib kelgansan. Bo'ldi. Endi u yerga chiqish uchun mana bu sandiqdan foydalanamiz. Uni shu yerga qo'yaman. Derazani tagiga va ana shu yerdan chiqib olamiz. Okey. Sen esa shu yerda kutib turasan, men ichkaridan kirib eshikni ochaman va o'sha yerdan kirasan, asosiy eshikdan yoki mana shu yerdan ochaman. Hop. Hozir mana Bo'la qol. hozir chiqyapman. Oppa. Yaxshi. Albatta. Va bu yerda hech kim yo'q. Ajoyib, o'zim o'ylagandek. Yaxshi. Endi bu yerdan sekingina. Hech kim yo'q. Umuman hech kim. Mana bu yerga kelaman va bo'ldi. Hozir eshikni ochish kerak sekingina va hech kim yo'q. Ajoyib. Bu yerda ham hech kim yo'q. Yaxshi. Endi Robga eshikni ochsam ham bo'ladi. Mana shu yerni ocha qolay, yana qaytib yurmasin, xo'sh. Yaxshi bo'ldi, kela qol. Ajoyib, ana endi ichkaridamiz. Lekin maktabda hech kim bo'lmasa g'alati tuyularkan, ayniqsa tunda. Nimasini aytasan? Oynalar ortida qop-qorong'i, hamma yoq zulmatga cho'mgan. Albatta, bu yog'i horror bo'ladi. Hozir sinflarning biridan bir necha yil avval o'zini o'ldirgan o'quvchi chiqadi. Shoshma, men qo'rqyapman. Bu shunchaki hazil. Xo'sh. Aslida bitta emas, ikkita o'quvchi o'zini osgan. Mayli, qurolni olaman, hozir shoshmay turib tepada turibdi ekan. Mayli. Hozir ana shu yerdan bo'ldi, oldim. Magazin ham shu yerda. Ajoyib. Mana endi bu safar boshqa olib kelma, iltimos chetil. Bo'lmasa ko'rding qanday muammo bo'lib ketdi. Nimasini aytasan? Rostini menda boshqa olib kelmayman. Bo'pti, ajoyib, ola qol endi. Oldim, bo'ldi. Hozir ishtonimga tiqib qo'yaman, bo'ldi. Yaxshi, endi bu yerdan kelsak ham bo'ladi. Ertalab kelishadi, bu yerlardan tekshirishadi, hech narsa topa olishmaydi. Agar topib olishganda ham biz bilan qanday bog'lashadi? Ahmoq, chunki Leo aytdi-ku, mana shularda bor to'pponcha deb. To'g'ri aytasan. Bizning sinf, bu yerda hech kim yo'q, bo'ldi. Ketamiz. Sen ana shu yerdan asosiy joydan chiqasan. Ikkovimiz ham chiqib ketsak bo'ladi. Axir eshik yopilgan edi-ku ichkaridan. Hozir g'alati bo'lib qolmaydimi ertalabdan? To'g'ri aytsan, yana sandiqni joyiga qo'yish kerak. Mayli, sen shu yerda meni kutib tur, men esa hozir bu yerlarni hammasini yopib, ishlarini bitiraman va chiqib kelaman. Lekin maktab rostdan ham tunda yo'q, eshik o'zi yopilib qoldimi? Bo'ldi, bu yerdan tezroq chiqish kerak. Tezroq bu yerdan ketaman. Jinursan aks holda hozir rostdan ham men aytgandek bo'lishi mumkin. Bo'pti. Rob, chiqyapman.
Ha, nima bo'ldi? Hech nima, menimcha shamol skvoznak bo'lib eshik yopilib qoldi. Eshik yopilib qoldi. Aha, yo bo'lmasa o'zini osgan o'quvchi. Janursan darb. Men bunaqa narsalardan qo'rqaman. Mayli, kela qol. Pastga tushamiz va bu yerdan qaytamiz. Hech bo'lmasa shu yerni bitkazib ketamizmi? Ochgan yo'lagimizni. Buni albatta agar bitkazib yetmasak bo'lmaydi, chunki eshiklarni yopdik, hamma yoqni sozlab qo'ydik. Endi bu yerni ham yopish kerak bo'ldi. Ana bu yerni ham yopaman. Mana, hoppa. Ajoyib. Yaxshi. Bu yerni sekin. Mana va kechirasan. Hech qisi yo'q. Endi ketsak ham bo'ladi. Bo'pti, yura qol. Ishlarni bitirib oldik. Endi ertaga hech nima bo'lmagandek maktabga boramiz. Tekshiruvchilar ham hech narsa topisha olmaydi va bu ishdan quruq chiqamiz. Katta rahmat yordam berganing uchun. Hech qisi yo'q. Mayli, balki biznikiga kelarsan. Nimaga? Choy ichardik. Lekin kech bo'lib qoldi. Balki uyga qaytarman. Istasang qaytishing mumkin. O'zi aytgancha qayerda yashaysan? Men shahardagi chekkasida. Yo'q. Soat nega jiringlamadi? Tushunmadim. Kech qolmabman. Hali vaqt bor, mayli, ulguraman. Bo'ldi, keyin bo'laman. Endi esa narsalarni olishim kerak. Yo'q, menimcha bu kiyim bilan birgalikdagi kayfga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun shunchaki faqatgina sovuqqa chiqqanimda kiyaman va kitoblarimni, daftarlarimni hammasini yana olishim kerak. Albatta, zajgalka, kalit, daftar, portfel, dorilar bo'ldi. Yaxshi, fanda hammasini berib olib ketdi. Bo'ldi, endi ketsam ham bo'ladi. Balki, mayli, kerak emas. Menga bugun hech qanaqangi tayoqlar kerak bo'lmaydi. Xo'sh, yeyishga bizga nima bor ekan, chiroqni o'chirib qo'yaman. Gamburger yomon emas, dadam gamburgerlari juda mazali. Bo'ldi, ertalabdan qornini to'ydirdim. Endi maktabga qiziq. Bugun direktorning yuzini ko'rsam edi, hech narsa topilmagandan keyin, chunki u juda ham Leoga ishonadi. Shuning uchun ham zo'r bo'lardi. Mayli, yopib qo'yamiz. Endi qaytamiz maktabga. Anaroq maktabga boramiz yoki qaytamiz. Chunki u yerda 11 yil. Men maktabga 5-sinfdan borganman. Shuning uchun ham 11 yil emas, lekin mayli, hozir chalkashib ketaman. Shuning uchun ham maktab haqida o'ylashni bas qilish kerak va otlanish kerak. Lekin Rob bilan kecha juda ham zo'r bo'ldi. Do'stlar, agar fikrimni qo'shsangiz kommentariyada plus yozib qoldiringlar. Xo'sh. Endi Robni topish kerak xolos, chunki u hammadan birinchi keladi. Hozir yaxshi. Mana aytdim-ku. Salom Rob. Salom darb, qalaysan? Yaxshi, nimalar bo'lyapti ertalabdan? Hech gap yo'q, har doimgidek hamma shu yerda. Mayli, unda men hozir kiyimlarni almashtirib chiqay. Tushunmadim, nega bunday qarashyapti? Biror muammo bormi? Birinchi soat jismoniy tarbiya. G'alati, okey. Mayli, hozir kiyimlarni almashtirib chiqaman va jismoniyga menimcha adashib ko'rib qoldim. Yo'q, shoshma. Darb, bu yoqqa kel, senga gap bor. Gap, mayli, quloqim senda, Leo, qadrli do'stim. Xullas, gaplarimni eshit. Nimalar bo'lyapti o'zi? Zaharlangan ichimlik. Qanaqa zaharlangan ichimlik? O'zing bilasan. Ana o'sha jin urgan ichimligini ichgandan keyin kechasi bilan qornim og'rib chiqdi. Umuman na biror nima yeya oldim, na uxlay oldim. Bilmadim, balki yomon bo'lib qolgandir. Yo'q, agar yomon bo'lib qolganda zaharlangan demagan bo'ladi ana burunboy do'sting. Nima edi ismi? Robert. O'sha. Xo'sh, endi nima qilibdi? Sen umuman jonga tegib ketding. Olib kelayotgan ichimligingda muammolar bor. Qanaqadir to'pponchalar olib kelasan, men senga aytgandim, Kate bilan gaplashma deb. Yo'q, Leo, men u bilan gaplashganim yo'q. Faqatgina u dadamni do'stini qizi bo'lgani uchun 1-2 marta salom alik qilgan bo'lishi mumkin xolos. Men hammasini bilaman. Yana sen deb munosabatlarimiz yomonlashib boryapti. Yo'q, Leo, munosabatlaringiz yomonlashishiga meni nima aloqam bor? Aloqang bor. Men bilan birga bir jang qilasanmi? Yo'q, nimalar deyapsan? Kela qol. Jinursin. Leo. Xo'sh, qani ko'rsatchi nimalarga qodirsan? Leo, men urush tarafdori emasman, senga aytyapman-ku, Jinursin. Mayli, unda o'zing xohlading, o'la qol. Latta urushni ham eplolmaysan. Mana senga.
Jinurson. Bo'ldi Leo. Tinch qo'y. Jinurson Leo bo'ldi. Huh. Qo'lingdan kelgani shumi? Senga oxirgi marta aytyapman. Yana ketga. Bir marta yaqinlashsang. Bo'ldi, tushundim. Bo'ldi. Boshqa yaqinlashmayman. Ana shunday bo'lsin. Ko'rdik nimaga yarashingni. Shuning uchun ham bizga xalaqit berma. Xalaqit berma. Nima bo'ldi? Ana u yaramas yana Keti gapiryapsan, bu deyapti. Kim o'zi Ket? Dadamni do'stining qizi. Xo'sh, shuning uchun ham u bilan yaxshi chiqishganim uchun Ket bilan. Meni u bilan gaplashmoqchi deb o'ylayapti, sevishadi deb o'ylayapti. Xo'sh, kenchi, shoshma, o'zing aytganding-ku, menga yoqadi qiz deb. Yoqadi, lekin Leoni dastidan u bilan hech qanaqangi Ket bilan munosabat o'rnata olmayapman. Do'stlikdan yog'iga o'tmayapti, lekin men xohlagan bo'lardim ko'proq narsa bo'lishini. Mayli, hal qilamiz. Xavotir olma.